hammaga nima oladigan gap bo'lyapti. Masalan, bir odam deydi, er kishi ayolidan judo bo'lgan bo'lsa, ayol kishi eridan judo bo'lgan bo'lsa, shunaqa holatlarda ba'zi farzandlar deydi turmush qilishlikka ayolni ham, erni ham bir qarshilik qilishyapti. Shularda haqqi bor. Bu endi bu albatta endi savol qilish emas, buni umumiy qilib aytib qo'ysak bo'laveradi. Hammaga ma'lum narsa. Masalan, turmush qilishlik haqida oilasi vafot qilgan bo'lsa, bu turmush albatta qilinishligi kerak. Ayollar ham turmush qilishligi kerak. Hatto masalan shunday qattiq so'zlar borki, ayollar turmush qilmaydigan bo'lsa, bu fitnaga sabab bo'ladi. Bu endi u o'tgan turmush o'rtog'iga sodiq bo'lib o'tib ketaman deyishlar, u islomda yo'q gap. Unda sahobalarning ayollarini sodiq emas ayollar deb deyishlik to'g'ri kelib qoladi. Ular sahobalar davrida bir ayollar mana tul qolishgan vaqtlarda ular turmush qilishgan. Ular eng zamondagi ulug' ayollar hisoblanadi. Bu boshqa ajnabiy odamlarning ta'siri ostida bo'lgan gaplar bular. Bu Tohir Zuhra Layli Majnunlikni bu tushuntirib buna qilib qilishlar, bular hammasi bu bo'sh gaplar birodarlar bu. Bu shu Tohir Zuhra va Layli Majnunda shu narsalarni biz xalqlar o'rtasida tarqalgandan beri bironta bir Tohir Zuhra ham Layli Majnun ham hayotda chiqmadi bu. Chiqqandan beri taloq ko'p, hamma yo'q ajralgan, mashunaqa hamma yo'q rasvosi chiqib ketdi mana. Ligi noxonaligi bu tomondan ham isbot bo'ldi. Biz bu narsa bilan u o'tgan vaqtda odamlarni muhabbat, bir oilada ittifoqlikka chaqirgan ramzlar bu. Lekin biz islomdagi ko'rsatilgan ittifoqlikka chaqirgan narsalar bu hammasi bu juda bizga yetadi. Qur'oni hadisdagi ittifoqlikka chaqirilgan narsalar. Mana bu narsa bilan mana shu yerda yosh kattalarni o'tgan odamlarning dadalari, mana dadalarimiz, bularimiz turmush qilishgan, lekin hozirgi vaqtda nihoyatda bir madaniy deb aytaylik, shu madaniy suratda bo'lgan turmushlar bilan birontasini ko'rishmagan-u, lekin ularning o'rtasida ittifoqlikni hidi ham qolmadi hozir. Ular bir-birlarini ko'rmasdan turib turmush qilishgan. Ular iymonni, shu narsani turmush qilishgan. Biz hech hayotimizda bunaqa janjallarni yoshi o'rta yoshidagi kishilar ota-onalarning o'rtasida buna janjallarni ko'rishgan emaslar. Ittifoqlikni ko'rishgan. Endi shunday gaplarni aytilganda ilgargi vaqtlarda odamlar sodda bo'lgan ekan, bir ko'rmay ham turmush qilishgan ekan deb masxara qilganlar. Endi bo'lsa har kuni endi boda bir janjallarni yozib yuriladigan bo'lsa, bundan boshqa kitob dunyoga kelmagan bo'lardi birodarlar. Shuning uchun bu narsalar, bu tul qolgan ayollar turmush qilishlari kerak. Bu bunga qarshilik qilgan farzandlar johil farzandlar birodarlar. Islomni bilmagan farzandlar. Otalarini liboslari kir bo'lib mana shunday holatda ko'chada yursa-yu, buni bir pokiza bir qilib qarab turadigan bir ayol olib berishlikka qarshi bo'lgan odamlar islomni tushunmagan farzandlar bular. Bular o'zlarini dadalarini turmush qildirib, ularni xuddi ona o'rnida hurmat qilishlari kerak bo'lgan holatda. Islomni bilsalar shunday qilib o'tishgan bo'lardilar. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik Allohning huzurida mukarram bo'lishlikka sabab